Yordam beringlar. Hoy, yordam, kimdir yordam bersa, iltimos, yordam. Qo'rqma, men senga yordam beraman. Sen kimsan? Men Batmanman. Nima bo'ldi? Qanaqa yordam kerak? Hozir menga qanaqadir chumoli hujum qilgandi. Voy, jinnimisan? Bir chumoli hujum qilgani uchun meni chaqirdingmi? Men seni chaqirganim yo'q, men yordamga deb chaqirdim-ku. Shunaqami? Yaramas. Sen meni aldading. Bo'pti, bor uyingga kirib o'tir. Yaramas. Oho, bunaqa chiroyli qishloq bu. Yaxshisi men shu qishloqda bir ikki kun dam ola qolaman. Juda ham chiroyli qishloq ekan. Ketdim, qanaqadir odam topaychi. Poliz ekinlarimni tezroq yig'ishtirishim kerak, lekin ochig'ini aytsam juda ham erinib ketyapman. Yaxshisi bular keyinroq tozalasam ham bo'ladi. Hozir janob merning yoniga borib kelishim kerak. Stop. Assalomu alaykum, bratan. Va alaykum assalom. Sen kimsan? O'zingiz Batmanmisiz? Men Batmanman. Yigitcha, bu yerda qanaqadir mehmonxona yo'qmi? Mehmonxona yo'q, qishlog'imizda yo'q edi. Nima qilsam bo'ladi? Men bir ikki kun yashamoqchi edim bu yerda. Unda yuring, sizni janob merning yoniga olib boraman. Kim u janob mer? Qishloqni hokim desam ham bo'ladi. Yurchi, qanaqa muammoni hal qila oladimi? Hal qilsa kerak. Yuring, borib ko'raylik ortiga. Orqa oldiga. Yo'rinda. Qani, yo'l boshlachi. Mana shu tomonda. Bizni qishlog'imizga nima keldingiz? Bir yaramas qishloq meni aldab chaqirgan ekan. Tushunarli, aldab chaqiraveradi u yaramas qishloqlar o'zi hammasi shunaqa. Qayerda? Shu yoqdami? Yo'q, mana bu yerda. Bo'pti. Qani, mana shu yerdami? Mana keling. Yaxshi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Jo'xa kim bu? Bu Batman, tanishing. Batman, qandaysan? O'zizam yaxshimisiz janob mer? Nima gap? Qishloqlarda qanaqadir mehmonxona yo'qmi? Men tunab qolmoqchi edim bir ikki kun. Jo'xa, davay mehmonxona qurilishini boshla. Batman bilan men gaplashib turaman. Mayli janob mer, xo'p. Obbo, shu yetmay turgandi. Qanaqa mehmonxona qurilishini boshlayman? Qalay mehmonxona quraman? Mayli, hozir mana bratanning yoniga borayinda mehmonxona uchun kerakli narsalar zakaz qilay, lekin pulini bermayman deyman. Janob merni o'zi beradi. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum, jo'qa, ishlar qalay? Tinchmisiz brat, charchamayapsizmi? Chuatga. Xullas, qishloqda mehmonxona qurish kerak ekan, janob mer aytdi. O'shanga narsalar kerak edi bir ikkita. Tushunarli. Puling bormi? Pulni janob mer beradi, chunki bu men uchun emas, u mehmonxona. Bir tomondan to'g'ri aytyapsan, lekin men bera olmayman narsalarni puling bo'lmasa. Qayerda olaman? Insofingiz bormi? Shundoq janob merning nomini yozib qo'yasiz, janob mer beradi. Unda janob merga telefon qilib meni gaplashtir. Hozir. Alo janob mer. Nima gap, Jo'xa? Mana bratan sizni nomingizga yozdirib qo'y desam, bermayapti narsalarni. Telefonni berchi. Mana eshitib turibdi, gromkostga qo'ydim. Janob mer, nima gap? Berib yubor Jo'xa aytgan narsalarni. Mehmonxona qurish kerak qishloqda. Mayli. Bo'pti janob mer. Xullas, hozir bormi narsalar? Jinnimisan? Bir kunda keladi-yu. Tushunarli. Unda men keyinroq kelaman. Bo'pti. Mayli. Juda ham yaxshi bo'ldi. Tezroq yetib kelsa edi narsalar. Keyin yetib kelgandan so'ng mehmonxona qurilishini boshlam. Lekin qayerdan qurishim mumkin mehmonxonani? Mehmonxona uchun juda ham kengroq, yaxshiroq joy topish kerak. Bizning qishlog'imizda unaqa joylar hozir juda ham kamaygan, chunki qishloqni deyarli hamma joyini biz bog'ga aylantiryapmiz. Bog'dorchilik bilan shug'ullanish bo'lyapti. Tapor kerak, belkura, shunchasi yetsa kerak. Juda katta qurilish bo'lib ketsa kerak menimcha. Hozir birinchi poliz ekinlarni yig'ishtiraymi-kan? Yo'q, yaxshisi yig'ishtirmay qo'ya qolaman. Chunki agar poliz ekinlarni yig'ishtirsam juda ham ko'p vaqtimni mana shu narsaga ketkazib qo'yaman. Yaxshisi yig'ishtirmay qo'ya qolay. Hozir qiladigan bitta ishim bor. Ya'ni qanaqa ishligini bilasizlar, o'zingizlar. Mehmonxona qurishim kerak, lekin mehmonxona uchun joy topish problema bo'lyapti. Birinchi joy topayin-da. Mana shu yerdan qursammi-kan, juda katta bo'lmaydi-ku, kichkina bo'lib qolar ekan. Menimcha mana shu yer juda ham chiroyli joy bo'ladi. Mana bu yerdan daraxtlarimni kesa olmayman. Agar daraxtlarimni kessam, u biroz yomon bo'ladi, chunki bir qancha vaqt harakat qilib o'z u yoqni bog' qilganman, ya'ni o'rmon qilganman. Bu yerdan qursammikan? Bu yoq unchalik ham chiroyli chiqmaydi. Ya'ni qishloqning hamma yog'i ko'rinishi kerak iloji boricha mehmonxonadan. Lekin boshqa joy yo'q hamda. O'zi mana shu yerdan qurish kerak. Menimcha juda ham keng joy ekan va hamma narsa bor, joylashgan bemalol. Xo'p, hozir mana bu yerda garaj bor ekan. Qanaqadir janob merning mashinasi aytgancha yangi mashina xarid qilgandim, shu yerga olib kelib qo'ygandim. Hozir janob narsalar keldimi? Ola qol yashikning ichidan. Yashikdan dedim. Yashikdan dedingiz, uzr. Yashikning ichidan. Oho, buncha narsa olib keldirgansiz. Mehmonxona deding-ku, uy demading.
To'g'ri, mehmonxonaga juda ham ko'p narsa ketadi. Mayli unda janob, men borib ishlarimni ko'ra qolay. Menga ham bir xonali xona tayyorlab berasan mehmonxonadan. Yo'q, kechirasiz, chunki u juda ham qiyin ish. Bo'pti. Ha, mayli. Qanaqa stilda qurishni o'ylash kerak birinchi o'rinda, juda ham katta bo'lib ketmasligi kerak, chunki katta mehmonxona qurish uchun menga vaqt katta vaqt kerak, ya'ni ko'p vaqt kerak deganim. Xo'p, birinchi o'rinda biz mana shu yerdan boshlaymiz, ya'ni men boshlayman, sizlar kuzatib turinglar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta qoldiramiz. 1, 2, 3, 4 to'g'riroq bu yerdan. Ikkita, uchta nechta qoladi o'rtada? 1, 2, 3, 4, 5 ta qolar ekan. 1, 2, 3, 4 ta qolar ekan, ya'ni o'rtada. 1, 2, 3. Hozir nechta bo'ldi ekan shu yer? Voy, tushib ketdim. Nechi va mayli. Bu bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7 ta bo'libdi. Bu 4 ta bo'lib qolgan. Hozir mana 7 ta 2 qavatli bo'ladi shunda. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6 ta, 7 ta. O'rtada yana bitta ko'tarar ekanmiz ustidan. Hozir men buni bu tomonga qaratib qo'yib chiqishim kerak. Yana daraxt juda ham ko'p berishgan ekan, juda ham yaxshi. Kam berishganda ham borib daraxt olib kelsam bo'lardi. Nima edi? Uyimni yonida ko'p daraxt ekkan. Mana o'sha joydagi daraxtlarni kessam ham bo'ladi, ko'payib ketgan daraxt. Xo'p, bo'ldi, mana cho'tga. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi bu tomonga qarab bitta, ikkita, uchta, to'rtta qo'yamizda, 5-siga shuna asta-pastga tushib, asta tushib bo'lmadi, mayli. Mayli, hech narsa qilmaydi. Oyog'imizga ozgina nimadir bo'lgan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. O'zi teng bo'ldimi hamma yoq? Menimcha juda ham teng holatda bo'ldi. Endi buni bitta, ikkita, uchta, 4-sidan qavat ajratib chiqamiz mana bunaqa qilib. Qavat ajratsak chiroyli turadi-da, chunki 2 qavatli bino bo'lyapti bu. Mana shu yerdan qavatni olamiz. Orqaga necha blok bo'lishini endi hisoblash kerak. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6 ta, 7 ta qilsak, mana shu yerga olib kelsam, 8, 9 ta qilsak, 9-sidan qo'yib yuborar ekanmiz. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Normali 8 ta. Endi bu tomonga qarab yana qo'yib chiqish kerak. Bu daraxt tugab qoldi desam ishonmaylar, chunki bu yerda hali anchagina daraxt bor. Yarmigacha yetgan bo'lsa, qolgan yarmiga ham daraxt yetsa kerak. Daraxt yetmay qolsa, borib yana daraxtlarni olib kelaman, chunki bunaqada daraxt yetmay qoladigan bo'lsa, juda ham ko'p narsa bo'lib ketadi. Hozir asta-asta ishlarni davom ettiraman. Birinchi o'rinda mana shu korobka qismini qurib bitkazaman, keyin boshqa joyga o'tsam ham bo'ladi. Va nihoyat korobka holatini tayyorlab bo'ldim. Endi esa xonalarga ajratib chiqish kerak bu binoni. Lekin qancha vaqtim ketishiga o'zim ham hayronman. Mayli, qancha vaqt ketsa ham hozir bir amallab tezroq qurib tashlashga harakat qilaman. Hop, bu yerga ikkita deraza qoldiraman, mayli. Hozir ishimizni biroz osonlashtirib yuboraylik, chunki bunaqada bilmadim qancha vaqt ketib qoladi. Iloji boricha tezroq qilishga harakat qilaman. Hozir qo'lga taporni olamiz birinchi o'rinda. Bu yerdan bittani, ikkitani, 3 tani olib tashlaymiz. Juda ham katta deraza bo'lib ketar ekan shekilli. Mayli, kattaroq deraza bo'lgani yaxshi o'zi. Xo'p, mana bu yerni ham to'liq qilib chiqish keragi yo'q, chunki to'liq qiladigan bo'lsam, tashqarida go'zallikni bu yerda yashayotgan odam ko'ra olmaydi. Ko'ra olmasa bo'lmaydi. Ko'rish kerak, maksimal chiroyli bo'lish kerak, lekin tashqari ham ko'rinib turishi kerak. Xo'p, bu yerni bunaqasiga yopamiz. Bu yerda eshik bo'ladi albatta. Bu yerni ikkita xonaga ajratish kerak. Adashmasam, rostdan ham ikkita xonaga ajratamiz. Bu yerdan bitta ochaman, bu yerdan bitta ochaman. Va bitta blokni to'xtaylik. Bizda bunaqa blok juda ham ko'p. Bu yerga deraza qo'ymaymiz, chunki kirar joyga deraza bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo noto'g'ri aytyapman. Noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, ochiqcha aytaveringlar. Noto'g'ri aytyapsan, jo'xa deylar. Xo'p, mana bu tomonni ham shunaqa, bir qator noto'g'ri qo'yib yubordim. Buni olib tashlash qanaqa bez problem. Besprovodniy zaryadchikni gapiryotibman ekan. Besprovodniy demoqchi bo'libman. Ko'ryapsizlarmi? Вообще men tilimga nimadir bo'lyapti. Bilmadim nima bo'layotganini, lekin точно nimadir bo'lyapti, lekin hop, bunaqa bu tomonda ikkita blok qolgan va bu yerda ikkita blok qolgani bilan ikkita blok qolgan ekan. Shuni ikkita blok qoldirib bu yerga bitta qo'yar ekanman va bu yerga bitta bunaqa qilar ekanmiz. Men shunaqa qurganman narigi tomonni ham. Derazani eshikni bu tomondan olamiz bu uyda, chunki u uyda narigi tomonda bo'lgani uchun bu uyda boshqacharoq bo'lishi kerak. Maksimalni o'zgartiribroq qilishga harakat qilyapman. O'rtadan ikkita blokni olib tashlaymiz, chunki deraza bo'ladi va bu qavat tayyor. Birinchi qavat tayyor. Mana bu yerga zabor qo'yamiz, chunki bu yerga balkonga chiqqan odam tushib ketishi mumkin. Bu yerga shart emasdi, lekin bu yerdan olib tashlaymiz va orqa tomonni ham
bu yerni yopib chiqish kerak emas bu yer ochiq qolishi, chunki ochiq qoladigan bo'lsa kimdir tashqariga chiqib ketishi mumkin. Bu yerni ham yopamiz maksimalni. Aytayapman, kimdir chiqib ketishsa qayerga ketishadi bilmayman, xullas chiqib ketish ehtimoli bor. Mana bunaqa qilamiz bu yerni. Bu yerni ham shunaqa qilamiz. Bu yerga oynalar bor. Tak zabor endi kerak emas, oynalar qo'yib chiqaman. Maksimalni ichini birinchi bezatib chiqishga harakat qilyapman. Bu yerga bitta deraza jalga ketdi, mayli. Deraza topish problema emas, orqada derazalar qo'ymay ketibman, qaranglar, ishni yarmini qilib ketyapman ishni. Bu yerga ham qo'yamiz eshikni, bu yerga bitta eshik, bu tomon nima qo'lim nimaga bunaqa bo'lib ketyapti, noto'g'ri qo'yib yuboryapman. Hop, bu yerga bitta deraza, bu yerga deraza. Iloji bo'lsa mana bu narsalarni ham qo'yib ketish kerak, ya'ni mana muzlatgich bor, stol bor, tak kravat bor va stul ham bor ekan. Mana shunaqa qilib qo'yib ketaymi bitta-bitta. Tak bu yerga buni qo'yamiz. Bitta stol va bitta stulni bu yerga qo'yib, keyin bitta muzlatgichni bu yerga qo'yamiz va bitta yana nimadir bor edi, adashmasam. Tak nima bor? Mana bunaqa shkaf bor ekan. Shkafni telefonim hozircha kerak emas, telefonni joyiga qo'yib turamiz. Bundan bitta qo'ysam yetadi shekilli, bitta bu yerga va bitta yotoqxonaga ham qo'yish kerak. Takoy. Endi bu tomonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Ya'ni mana bu yerga bitta bundan, tak bitta bu yerga bundan. Endi esa yotoqxonaga qo'yamiz. Yotoqxonaga bitta kravat, bitta shkafni bu yerga, bitta tak bu yerga stul qo'yish kerak-da. Rostdan ham chiroyli chiqyapti, menga juda ham yoqyapti mehmonxona. Bu yerga yotganlar ham o'zi mazza qilib yotadi, ya'ni yashaganlar. Hozir ikkinchi qavat tayyor bo'ldi. Endi birinchi qavatni to'liq tayyorlab chiqsam, hozir ikkinchi qavat qaranglar, birinchi qavat yo'q-da. Birinchi qavatni ham tayyor qilsam, o'ta go'zal narsa bo'lib ketadi. Bu yerda bir qator qo'shish kerak shekilli. Ustidan yomg'ir yog'adigan bo'lsa, ko'chaga aylanishga chiqqanlar dabdalan usti shalobi bo'ladi. Tak biz yana ishni davom ettiramiz, ya'ni devor qilishni. Menimcha birinchi to'liq devor qilib chiqsam, keyin derazalarni qilib chiqsam ham bo'laveradi. Ishni ikkiga ko'paytiramiz, iloji yo'q, chunki bir ish qiladigan bo'lsam, vaqtim tochni yetmaydiganga o'xshayapti. Shundan keyin baribir bir xil vaqt ketadi. Atak bunaqada boshqacharoq hisoblanadi vaqtni ketishi. Hop, mana bu tomonga qaratib qo'yamiz. Orqada bitta shu joy qoldi, adashmasam. Rostdan ham shu yer qolgan ekan faqat. Endi xonaga ajratib chiqishdan oldin derazalarni ochib chiqaman. Deraza ochib chiqqandan keyin xonalarga ajratsam ham bo'ladi. Bu yerdan bitta ochamiz, bu yerda bitta qoladi, chunki yotoqxona bo'lishi kerak. Bu yerdan 2 ta 3 ta olar ekanman. Bir qator kam qo'yib yuboribman, to'xtanglar. Bu yerda emas. Bu yerga bitta va bu yerga bitta bo'ladi. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Bu tomon aytgancha oldidan deraza ochmabmiz. Ikkinchi qavatda oldidan ham deraza ochilgan. Ikkinchi qavat bilan bir xil bo'lishi kerak-da bu. Bunaqa katta domlar qurilishini nima deysizlar? Yana ko'proq quraymikan shunaqa domlardan? Menimcha zo'r bo'ladi. Ko'proq qishloqda katta domlar bo'lsa, qishloqda yashayotgan aholi ham xursand bo'ladi. Bizda ham shunaqa shaharga o'xshaydigan narsalar qurilyapti deb xursand bo'lishadi. Shunaqa qilaveraman endi asta-asta. Tak bizda taxta tugadi. Taxtani inventardan olaman yana. Taxta ko'p menda hali more. Xo'p, bu tomonga ham shunaqa qilamiz. Bunaqa va tak to'xtanglar. Mana cho'tka. Xullas shunaqa qurilishda davom etaman. Sizlar esa videoni keyingi qismlarini kutib qolinglar.